Vallahi qanday ahvolinglar yaxshimi? Men 3 kun burun o'z beshimni ko'chirgan bir qisqa hikoya orqali sizlarga bir muhim narsani demoqchi. Ya'ni esinglarda bormi? Men bizning WhatsApp guruhda Amerikadagi burungi prezident Trumpniki NFT to'g'rida bir narsa xabarni ko'rib qolib, sizning guruhga chaplab qo'ydim. Chaplab qo'ygandan keyin oxiridan undan keyin men o'zim shuni ikki tal NFTni olaman deb ba'zi ishlarga yo'liqdim. Shu hikoyani so'zlash orqali men sizlarga bir narsani tushundirmoqchi. Yani bu qandaq hikoya desanglar, men bizning guruhga Trumpningki e'lon qilgan 4500 dona NFTni sotamiz degan buni e'lon chiqargandan keyin shuni xabarni men bizning guruhga chaplab qo'yib, pul topadiganlar bo'lsa, o'zini ashuna osonlik bo'ldi deb, ondan keyin men buni 2 tonni elishga boshladim. Bu elish jarayonida ba'zi ishlarga yo'liqdim. Endi bu qandaq ishlar desanglar, masalan, NFTni bilasizlar, NFT deganimiz bizning guruhdagi bolalar bilasizlar, bizning guruhda Uyg'urlardan NFT qilayotgan bolalar bor. NFT deganni nima desanglar, shu masalan oddiy qilib tushuntirganda, buni masalan burunqi mashhur rasmlarni yoki bo'lmasa burunqi asar atiqlarni xalqlar kim ochdi qilib sotadi bozorda. Shunga o'xshash, bu Trumpniki sizgan sizgan emas, tushgan rasmdan 40 ancha-muncha rasmni ancha-muncha bularni qilibdi. Ancha buni padas qilib, buni 44500 rasmni bular NFT qilib, shu 0 tangida bilan kim ochdi qilib setib qiladigan narsa NFT deymiz. NFT deganimiz shu. Shu 0 tangi bilan kim ochdi qildi rasmlarini. 4500 ni sotadi ekan, har birisi $100 ekan. Men shu bilan 2 ni oldim. Bu 2 ni elish jarayonida ba'zi ishlarga yo'liqdim. Qanday ishlarga yo'liqdinglar desanglar, men buni NFT sotadigan bularning nimasiga kirdim. Bu tor betiga kirsam, bu tor betida ularning NFT'sini ikki xil usulda olsa bo'ldi ekan. Birisi shifr tangi bilan olsa bo'ldi ekan, yana birisi bankning vizasi bilan olsa bo'ldi ekan. Shifr tangi bilan olay deb bossam, u ishlamadi, u quruq chiqdi. Shundan bankning vizasi olaman deb vizasi olsam, bu Trumpning NFT'sini bankning vizasidan olg'izg'ili unimadi. Shundan decline qilyapti buni. Bu nima ish tatbiq qildim shundan vizasi meniki bank deyimiz Bank of America'nın taqatqan vizasi, ya'ni Amerikaning bankasining vizasini. Shundan telefon qilsam, mustaq Trumpniki NFT'ni olgandim. Sizlar nima deb decline qilishlar o'tkazinglar desam, ya bu aldamchilar niki nimasi buni tiqsaq bo'lmaydi deb, yo'q, bu Amerikaning burungi prezidenti, bu aldamchi emas. Bu aldamchi olsa bo'ldi, o'zim puliga oldim. Mağaz hesap olsun, mağaz hesap desem, Amerika bankaga telefon qilib baqdi deb, bankaga telefon qilsam, kechirgan biz yuqoridan buyruq bor, bunda aldamchi torbetiga satmaymiz deb, bu Amerikaning prezidenti, burungi prezidenti, bu Trump aldamchi emas bu desem, shu viza telefon qildi, oxirida yana 2 kun o'tib ketdi, orqada birdan bankaga telefon qilaman, viza telefon qilaman, oxirida bularning siz bizlar mening bir joyim ijazim bor, ishga kirishib qolsam, javobini topmasam, oxiridan chiqarmasam qat'iy unmaydigan. Shundan bulardan kirishib qilib, oxiri bilan deshib yurib, ziyon bo'lsin, menga hisob bo'lsin bo'ldi. Odamcha olsun mayli, olaman buni o'zim pulini nima deb, men o'zim xashlaymayman, unda deshib yurib, oxiri buni o'tkazdim. Shundan buni oldim. Shunda olgandan keyin menga 2 kunlik email keldi, men buni oldim. Mana buni deb shu NFT'niki adresini, UID nimesini evatibdi, emaildan shundan ulanishni evatibdi, ulanishni bassam, shundan OpenSea deb maxsus NFT'ni sotadigan bir platform, Uyg'urcha Sufi demdik, Sufisi bor ekan. Buni qarasam, 2 NFT'ni eptiman, buni pulni men to'labdiman, biroq buning egisi men emas ekanman. Bularmi aldamchilar o'xshaydi. Oxiri bankadan aram bir qutulsam, oxiri men bir aldamchiga tutibdiman. Bu aldamchi mı emasmi bilmayman. Email yazdım. 3 gün bo'ldi, emailning hech qanday javobi kelmadi. Endi bilmayman, bu emailning javobi kelamdi yo mangu kelmamdi, bu rasmiy aldamchilarmi bilmayman. Biroq ikkisini oldi deb chiqibdi, pulni men to'labdiman. Biroq buning egisi sen emas, owner. It's not you deb, it's not you are not the owner deb chiqdi.
ya'ni egisan emas deb chiqdi. Biroq buni 3 kun ichida bular mening $100 narsamni bular elib, buni dumiltib 200 setib, 300 ga, 400, 500 setib, 5 qitim dumiltib buni hozir $850 chiqaribdi. 3 kun ichida bular $850 chiqaribdi. Birisini, ikkisini $1700 bo'lib ketibdi. Ya'ni bu yerdagi maqsad nima deganda, bu Trumpni ba'zi narsalarni bir bankadan hozir og'izmaydan sotqizmaydan qilibdi. Chinoq tumsan olmaydi ekan, ben bular a'zo qilman deb yurib, oxiri bularni qo'yibdi bizni. Bundan keyin uqmayman, bundan keyin bularni tam endi qo'yibdi yoki ashta bir o'ta avvar qilib uqmayman. Menikini ashta avvar qildi. Shular ma'no kirsam, bular hozir Trumpning nomida bularni aldamchilikqa o'tiribdi. Men javob kelmadi, bilmayman, bir Rossiya yolg'onmi yo aldamchimi. Biroq bular hozir shu Trumpning o'zining jin taqilgan narsani og'izmay, bankini sotqizmay, bankini og'izga sotqizgan taqdirdami oxirida mushtaq bo'liqida platformalarni buni mushtaq aldamchilarga qo'yib berib, aldamchilarni bu Trumpning o'zinikini sotqizmay, og'izmay, aldamchilarni xohlagancha aldamchilikqa qo'yib berib, mushtaq qarlaydi, Trumpni qaraydiganlarni xohlagancha shu taratqularda bo'lsin, mayli bo'lsin, xohlagancha Trumpni qaralaydigan qo'yib berib, biroq Trumpni qo'llaydiganlarning hisobotini taqab, esin bormi, Twitter taqib qo'y Trumpning hisobotini. Shunday qilaversa, bala oxirida bu Amerikaliklarning hammasi aqlli emas, dötlari bu pulni to'layversa, men o'xshash oxirida bu ziyon chiqaversa, bu boshqa foydasi boshqalar elaversa, Amerikalik oxirida bular Trumpga o'shib ketadi bular. Bu bular bilmaydi, hammasi bilmaydi, u ishning oqibatini bilmay, ha bu Trump rasmiy bu ishni qila olmaydi ekan, bu Trump aldamchi ekan, bu meni pulimni oldi deb oxirida xalqlar Trumpning ustidan az qildigan, oxirida Trumpni qo'llaganlar qo'llamaydigan, oxirida Trumpning yuzini chulg'ash chiqdi, bu asli bu Trumpning emas, bu mushtaq shaxslar Trump mushtaq bir demakchi bolalar Amerikada bir dahshat vahshiy bir maxfiy qora qo'l guruhlar bor ekan. Bu guruhlar hozir butun Amerikadagi cho'ng shirkatlarni emas, hatto Amerikadagi banka sistemasini kontrol qilib bo'lgan o'xshaydi. Hatto Amerikadagi uchoq-tushak uni buni sotadigan platform supilardan tortib hammani kontrol qilib bo'lgan o'xshaydi. Qaraganda joni endi bir mezgil qorong'ulik bosadigan o'xshaydi. Ya'ni qorong'ulik degani, ya'ni mushtaq maxfiy guruhlar dunyoni shular so'rab, ularni kontrolida hozir joni bir xil qorong'ulik deymiz, ya'ni qanday aysh ishrat, imoni yo'q, aldamchilar, aldamchiliklar, o'g'irliklar, qarchaplayganlar avjiga chiqadigan, shundoq ayvonga o'xshash kiyimni kaymay yoki bo'lmasa u yoqni uch qo'yib o'tirgandan bilan aralashib yuradigan, vijdonimi yo'q, imonim yo'q. Shundoq qulub o'tadigan shundoq bir jamiyatlarga kelib qolgan o'xshaydi bolalar. Men hayron qoldim. Bu Trumpning ikkita NFT'si cho'ng masala emas. Bu ikkita NFT'sini elish jarayonida bu bir butun bir bank sistemasining bir odamga bundoq qarshi chiqadiganligini men o'ylab boqmabdi ekanman. Hatto platformniki buniki bir jingnasini, bu odamniki jingnasini sotqizmay, yolg'on narsani xohlagancha aldamchilik qilgan qo'yib berib, taratqularda qarchaplarni qo'yib berib, buni qo'llaydiganlarni hisobotlarini taqab, bunday qilsa bu bolalar mumkin emas. Bu Trumpni buni tanqilamaydi bolalar bunga. Oxirida xalqlar Amerikaga Trump o'shib ketadi bular. Trumpni ras aldamchi keldi deydi, bu zon tortaversa, bu Trumpning o'z Trumpning buni nimasini hatto CNN emas, Newsmax anadagi Al Jazeera'da e'lon qildi. Buniki Trumpniki hatto videoda so'zildi. Mishtaq 4500 dona NFT'ni taqdiman. Qiziqanlar bo'lsa har bir $100 ilinglar. Buni mukofotim bor. Birinchi daraja mukofotga erishganlar men bilan bir qatimliq tomoq yeyishga bo'ladi. Ikkinchi mukofotga erishganlar meniki golf maydonimda bir qatimliq bekor top o'ynash bo'ldi. Buni mukofotlari bor. Men ikkisining orasidan ishqa chiqmabdi. Endi buni bilmadim, rostmi, yolg'onmi, aldamchimi, jingmi bilmadim. Email asam qaytmadi. Bu yerda mayli jing bo'lsin, yolg'on bo'lsin, bular bir odamni vayron qilibman desa, mayli prezident bo'lsin, mayli qanchalik nomi chiqayotgan bo'lsin, texniklik jihatdan butunlay vayron qilayotgan bular hozir butun Amerikadagi butun cho'ng shirkatlarni, bank sistemasini
Hatta uçak onu bunu satıdığan platform subfilan tatib bular kontrol qilib qoptu. Çataqta qildi ballar. İşkital Trump'ning işkital 200 dollar ziyan bolsa mayli uçan masala emas. Biroq bu jahonni keyin maxfiy vahshiy bir qorong'ulikni yomonlikni tavsiya qiladigan bir qism guruhlar qo'li qoldigan o'xshaydi. Bu sal xatarlik taqib bo'ldi, xatarlik taqildi bo'ldi. Ana buningini bo'lsa bizning bakching bizni hech nima qo'limizdan kelmaydi, biroq bu asosiy maqsad nima deganda bizning Uyg'urlarning bir chang ta'sir qildi bo'ldi. Men Uyg'urlarni hozir mushu sal kalami kelib qoldi. Sizlar bizlar bo'llar. Gap misal uzab ketdi. Bu masalan Trump deyimiz oldin qatim saylamda Baydenga o'tirib qo'ydi, ya'ni demokratik o'tirib qo'ydi. Bayden deyimiz ballar Trump amaliyotda Trump'nikidak hech qanday bundan inovat yo'q uniki. Trump'ning yana 400 million agashkisi bor. Baydenning bag'oz 10 ming chiqmaydi agashkisi. U Baydenning taqtiqqa so'zlaydigan taqatiqqa bu so'zlaydigan odam u. Baydenning shu oldingi saylamda siz bizlar ballar butun Amerikadagi eng cho'ng shirkatlar Amazon deymiz, YouTube deymiz, Google deymiz, Facebook deymiz, Twitter deymiz. Twitter hatta Trump'ning hisobini taqib atdi. Ve başka bütün Amerika'daki en çok şirketlerin hepsi 100% Biden'ni qo'lladı. Bala 100% mi? 100% Biden'ni qo'lladı. Biden'ning yanının bala bu taqat quşluq adam tursa, o qandaqsi 100% qo'llaydi. Hozirgi jamiyatda xalqlar payg'ambarni xalqlar qusur izlab xalqlar payg'ambarni 100% qo'llamaydigan tursa, xalqlar payg'ambarni tillaydigan tursa, hozirgi jamiyatda xalqlar bu qandaqsi bu Biden'ni taqat quşluq adamni 100% qo'llaydi bala. Bu normal emas. Buni oqsa cho'qim bir maxfiy guruhlar bada qildi. Shuning bilan bu maxfiy guruhlar bolalar dahshat vahshiy ekan. Bular men anglagan bular bir Yahudi ekan. Bu Yahudilar ismini Rothschild family deydi. Rothschild family ekan bular. Bu Rothschild family deyimiz burun shu Napoleon urushidan boshlab urush qilayotgan ikki davlatga qarshi tarafga ikki tarafga bular pul yordam qilib, hatto qurol yordam qilib mushtaq bekatganlar ekan bular. Hatto Amerika dollarininki besish va tarqish huquqi dal shularning qo'lida ekan. Bolalar mana ko'rdinglarmi? Amerika hukumatiningki Amerika dollarini besish, tarqish huquqi yo'q. Mandaq ish bilan da bolalar Amerika hukumatiningki Amerika dollarini besish va tarqish faqat 20% huquqi bor. Özünün dövləti özünün pulunu tarqış huququ yo'q. Bununki 80% Federal Reserve'nin qo'lida. Federal Reserve deyimiz Washingtonda. Washington deyimiz Amerikadagi poytaxti hamda ayrim bir yav uni odatda armiya uni ichiga kirmaydi. Washington ichiga butun Amerikani qanday qurol ko'tarib bosib bo'ldik. Washingtonning chegarasi bir qurolni mashina qurol sepmasangiz intayin ig'ir sizning turmushda o'tadi bolalar. Washington yanındaki bir ayrım bir Amerika'nın içindeki bir ayrım bir kodallığı yavu. Aşağı qilib bular aşağı vahşi ekan bular. Bular hozir Amerika'da kontrol bağışlaydı. Esinglarda bormi asli Amerika'nın Kanadiyani axir prezident bo'lgandan keyin bu Kanadiya axir Amerika davlatiniki o'ziniki davlatniki o'zining pulini tarqitish va biz shu huquq bo'lmagandan keyin bu bo'lmabdi. Bu deb asli keltiramiz deb shu ishlarni qilib yurganda oxirida Kanadiyani o'ldiryapti. Kanadiyaniki bizning Amerikaning birinchi prezidenti Kanadiyani o'ldiryapti. O'ldirish asosliq boshqa sabab bilan boshqa sabab shu Amerika dollariniki besish tarqish huquqi nima deb o'zimizning davlatiga o'zimizning hukumatiga qo'l olmaymiz deb shuni asli keltiramiz deb shu kuchaga vaqtda oxirida buni biz aytyapti. Shunga bu bolalar bu dahshat vahshiy kuchgan bu. Bular hozir Amerikani kontrol qilib bo'lgan o'xshaydi. Bu dünya Amerika deyimiz dünya şəhərdəki ən axır qılıb qalğan erkəklikni qo'llayotgan, bizim Uyg'urlarni qo'llayotgan ən axırqı bir dövlətdir. Bizim Amerika erkəklikni əgişib bütün vətənimizni tashlab men 2007-yili Xitoyniki Uyg'urlarga yaxshi kelmaydiganini bilib qaplar. 2007-yili Kanadaga ko'chib keldim. Kanadani yana kontrol qilib bo'lgandan keyin bu vahshiy kuchlar oxiri Amerikaga keldim. Erkinlik izlab Amerika yosh Uyg'urlarni qo'llayotgan Uyg'urlarni oxirida Amerikaga kelsa, endi Amerikama endi bu qarqullarning qo'li o'tib ketgan o'xshaydi.
Amerika mı bu dünyada yer şeridagi eng oxirgi bir davlatda erkinlikni qo'llayotgan. Endi Amerikadami qo'lda kessa endi nega boramiz endi? Shu ikki tal Trumpniki NFT'ni olaman deb men ba'zi ishlar bilan yo'liqdim. Shundan sizlarga o'rtoqlashay demin deshim. Dünyadaki eng muhim maqsad bular mayli Trump nima desin, Biden nima agasin, men nimani oldisin. Bu yerdagi eng muhim masala nima deganda bolalar dushmanlar yana deydigani bir odamni, bir millatni, jamiyatni vayron qilibman desa, bular texniklik jihatdan ashularniki aldamchilikni xohlagancha aldamchilik qo'yib bersa, qarchaplaygan xohlagancha qarchaplab qo'yib bersa, shu qaysi taraflarni foydalanib oqdek deymiz naqshni qarshi turganlarni, vijdoni borlarni va ashundoq eng muhim odamlarni qo'llaydiganlarni misolini taqab ashundoq qilib bersa, aldamchilarni xohlagancha aldamchi qo'yib bersa, xalqlar bu oxirida ishindi, uning buniga ashundoq ishinib oxirida bu ziyon pulni to'layversa, ziyon tortaversa, oxiridagi buni mayli qanchalik mashhur odam bo'lib kelsin, qanchalik yomon odam bo'lib kelsin, mayli prezident bo'lib kelsin, bular ishonganlardan keyin 2-3 yildan keyin shundoq aldamchilarni xohlagancha aldamchi qo'yib berib, qarchaplaganni xohlagancha qarchaplab qo'yib berib, buni to'smasa, bu oxirida bu bir qancha mashhurlab ketsimi, bular uni to'solmaydi ekan, buni tanklamaydi ekan bularga. Mening ansiravatgan yerim shu, oxirida bizning Uyg'urlarni bular bu hozir bu Uyg'urlar bundoq bek eg'ir, Uyg'urlarni xoinlar xohlagancha bular Uyg'ur xohlagancha Uyg'urlarni xohlagancha deymiz, Uyg'urlarniki mayli olimlari bo'lsin, mayli siyosatchilari bo'lsin yoki qahramon Uyg'ur qizlari bo'lsin yoki bo'lmasa faoliyatchilar bo'lsin, buningdan shu xohlagancha bularni qusur izlab, bularning gaplarini dinni taqoblab, bizlar dinni deganimiz ikki bisliq pichoq u. Har qanday odamning gapini dinni taqoblab, birdamda o'ng so'zlasa, o'ng so'zlasimi gunoh, so'zlasimi gunoh qilib buni. Ashta qilib butun millatni bular vayron qiladi ekan. Bular vayron qilmasa, ashundoq bolalar aldamchilarni xohlagancha aldamchilik qo'yib berib, xoinlarga qarchaplarni qo'yib berib, shundoq mandiraversa bir millatni vayron qilmoq bak oson ekan. Bu millatni bular bir odam to'saman deb to'solmaydi ekan. Bu qora niyatli kuchlarni bir shaxsiy mayli qanchalik kuchab kelsin, qanchalik kuchi bo'lsin, qanchalik nima atab Amerikaning prezidenti bo'lsin, bu bir odamni buni to'solmaydi ekan, bir odamning qo'lidan kelmaydi ekan. Cho'qib butun jamiyat, butun millat va butun shu davlatdagi xalqlar birlashib, shularniki nohaqlik tan qarshi tursa, millatga odamchilig'a tan qarshi tursa, qarchaplarga tan qarshi tura olsa, onundan keyin bu millatni bu davlatni qutqaradi ekan. Bo'lmasa, bular bilan vayron qilishib, texniklik jihatdan butunlay mümkün bo'ldi ekan jumbalar. Texniklik jihatdan tamoman mumkin ekan bolalar. Men hayron qoldim. Bu bir Amerikaning dunyoni so'rayotgan bir davlatniki prezidentni, hatto bu Trump deganimiz Amerikaning o'y mulkini savdo qilayotgan eng chong boyning birisi turib, mushni xohlagancha shundoq aldamchilar xohlagancha aldamchi qo'yib berib, qarchaplarga xohlagan qarchaplab qo'yib berib, buni qo'llaganini xohlagancha shundoq hisobidan taqab, bundoq qilaversa, buni bolalar buni tanklamaydi ekan buniga. Amerikaning shundoq prezident tanklamasa buniga bolalar unisiga xalqlar degan döt tursa, bunaqa qilaversa, ziyon tortaversa, buni oxirida o'shib ketadi. Buniga oxirida Trump 2 yildan keyin qayta saylanmaydi, undan bo'lib ketmas bolalar. Bu emasdi. E-mailimni qaytarib qolar. Unda bo'lmasdi. Bola men bilmayman, bir necha kun bo'ldi sal negativ energiya kallam kirib qoldi. Shular ma'nosi shu ishlarni ko'rib sal ko'nglim yerim bo'lib, $2 ziyon tortsam qarjoqliq. Biroq butun Amerika davlatni, butun bir davlatni vayron qilsa, butun yer sharini vayron qilsa, biz Uyg'urlarda texmi umid yo'q degan gap bolalar. Oxirida bizni shu Uyg'urlar, Alloh o'zi qutqazmasa, bizni boshqa amal yo'q o'xshaydi. Shu xiyol kelib qoldi. Menimcha undan bo'lib ketmas. Alloh bor. Trump birinchi qatim saylanib, 2 yildan keyin qayta saylanib, Amerikaliklar döt emasdi. Bunda aldaversa, aldamchilik tushib ketmas. Amerikaliklar taratqularda Trumpni qaralaversa, hammasi qaralaganning hisob bilan qo'llab emas. Buni qarshi chiqadigan chiqa. Shu gap bolalar bu bexatarlik ekan. Yana deydiganim, buni bir odamniki buni to'solmaydi ekan buni. Birisini qarchaplasa, birisini aldamchilik qilsa, birisi yomonlik qilsa,
buni balla bir shaxsiy odam mumkin emas to'solmaydi ekan, uni qo'ldan kelmaydi ekan, uni cho'qim butun millat, butun davlat, butun xalq uni qarshi chiqish kerak ekan. Shunga deydig'ini balla, man hozir 53 yoshga kirdim. Sharq Turkistonniki mustaqil bo'lishiga cho'q ishonchim bor, 100% ishonchim bor. Sharq Turkistonga berib qolsam ozod bo'lgandan keyin, agarda agarda emas, favqulodda men boramay qolsam, bizda keyin qolgan bolalar Sharq Turkiston ozod bo'ldi, aniqlab bolalar. Alloh bizni bunday qo'yatmaydi, bu jonning egisi bor. Qarang'uning tong otgan kuni bo'ldi, qarang'uning oydini bor, yaxshining yomoni bor. Vallah bu jon hammasini ikkisini tang yaratgan. Yaxshi kunning yomoni bo'ldi, yomon kunning yaxshisi bo'ldi, o'xshash. Kelgusida vallah biz boramay qolsak, Sharq Turkiston ozod bo'lib qolsa, sizlar Sharq Turkistonga borgandan keyin tunji qiladigan ishinglar boshqa ish emas, butun Uyg'ur olimlarini, butun Uyg'ur ziyolilarini, butun Uyg'urlikdek mayli professor bo'lamdi, doktor bo'lamdi, kompyuter mutaxassisi bo'lamdi, hammani yig'ib vallah o'qituvchi tunji qiladigan o'qituvchi tayinlab, butun Uyg'urniki o'smirlarini tarbiyalash kerak ekan. Tarbiyalagan vaqtda boshlang'ich emas, hatto shu yaslidan boshlab, shu Uyg'ur olimlari, Uyg'urning eng aqlli odamlari, eng zirak odamlarini tayinlab, o'qitishlik qo'yib, bularni o'ziniki harakati bilan Uyg'urlarning bolalarini, Uyg'urlarning avlodini kichik boshlang'ich emas, yaslidan boshlab bularni shu noxushlik ko'rganda yaslidan boshlab tang qarshi turadigan, yalang'ochlikni ko'rganda yaslida bir yalang'ochlik qilsa, hammasini butun Uyg'ur bolalari hammasi tang qarshilik qiladigan, bizni yomon gapidan bizni qarchaplasa, qarchaplaganga tang qarshi turadigan, o'g'irlik qilsa tang o'g'irlik qilgan qilib tarbiyalab, butun Uyg'ur millatini, Uyg'ur bolalarini kichik tortib boshlab tarbiyalamasak, bolalar bizni tugishaptiq. Dushmanlar bizni vayron qilman desa, bak oson ekan bolalar. Texniklik jihatdan bo'lib bak oson ekan bolalar. Uning ustiga chataqiri buni bir Uyg'urniki yomon olimi, muhim olimi, doisi buni to'smanda buni qo'ldan kelmaydi ekan, to'solmaydi ekan. Buningga cho'qim butun bir millat, butun bir jamiyat tang qarshi turmasa, bir odamning qo'lidan kelmaydi ekan. Xuddi Amerikaniki dunyo eng so'rayotgan prezidentniki, hatto Amerikaniki mol mulkni sotishni qilayotgan eng chong boyning birisi, ikki huquq var, birisi prezident bo'lgan odam, burun yana birisi Amerikaning mol mulkini sotish qilayotgan eng chong boy, ikki nimasini qo'lida bor bir odamning qo'lidan kelmay to'solmadi. Vallah bizda Uyg'urlar mumkin emas to'solmaydi ekanmiz. Shunga agarda emas buniki Sharq Turkiston ozod bo'lib qolsa, men cho'qim uni borman. Biz o'zimiz biz tan qilamiz. Agarda men boramay qolsak, biz ko'rmay qolsak, yosh bolalar Sharq Turkiston ozod bo'lgandan keyin tunji qilgan ishlarni cho'qim butun Uyg'ur olimlarini yana qayta takrorlay. Butun Uyg'ur eng aqlli odamlarini tarbiyalab, bularni cho'qim tunjidan o'qituvchilik tarbiyalab, bularni cho'qim yoshligidan boshlab Uyg'ur bolalarini noxushlikqa qilganda tang qarshi turadigan, noxushlikdan tomosha ko'rmaydigan, aldamchilik ko'z tang qarshi turadigan, birisi qarchaplash tang qarshi turadigan, o'g'ri tang qarshi turadigan ashta tarbiyalaydi bolalar. Shu ashtaga rost deymisin bolalar, bu aslida buni bir bizning Uyg'urlarda bu bak eg'ir xoinlarni ko'rsak, noxushlik qilsa, hech qanday ish bo'lmaganda xoinlar bilan tang oshxonaga berib, restoranlarda birga tomoq yeymiz. Xoinlar bilan birga kop adabini berish emas. Xoinlar bilan birga oshxonaga berib kop yeymiz. Xoinlar bilan birga tang top o'ynaymiz, futbol o'ynaymiz, basketbol o'ynaymiz. Xoinlar bilan tang chaqchaq qilib ko'rishimiz. Vallah xoinlar xo'shan bizdan yashaydi ekan, ish bo'lmaganda bizdan mushundaq eg'ir kunlarda xoinlar bizni setib ixlosmandlik bilan setib bo'lgandagi ish bo'lmaganda chaqchaq qilishib Uyg'urlar bilan olishib yuradi. Vallah bu eng chong gunoh ekan bolalar biz uchun, bak eg'ir gunoh ekan bolalar bu. Men dindor emas, mening bir dindor yaqin og'aylarim bor, mening isil dindor og'aylarim bor. Bularning deyishicha, mushundaq noxushlik ko'rganda buni tomosha ko'rish, biz odamchilik qilganda buni to'smaslik, birisi qarchaplaganda buni to'smaslik, bu intayin eg'ir gunoh deb. Rost deymizmi bolalar, bu bak eg'ir gunoh ekan bolalar. Bu gunoh bir odamni to'saman deb to'solmaydi ekan, bir odam buni mayli mashrab kelsin, to'sish qo'ldan kelmaydi ekan. Butun cho'qim bir millat buni to'sish kerak ekan bolalar. Bu gunoh bolalar. Bu eg'ir gunoh ekanki bolalar, bu gunoh odatdagi gunoh emas. Odatdagi odam buni to'solmaydi ekan, qo'ldan kelmaydi ekan. Bu butun bir millatni, butun bir vatanni, butun tuproqni, hatto butun ota-onamiz yashayotgan va ota-onamiz burun tuyab ketgan to'pashidan tortib mazog'icha vayron qotadi ekan bu. Butun millatni vayron qotadi ekan bolalar bu.
Bu odatki gunoh emaskan, odat ish emaskan bo'ladi. Unisiga bir odamniki to'sdigan bir odamni to'solmaydi ekan, uni qo'ldan kelmaydi ekan. Anaki bu butun millatni vayron qilgan, masalan, bir Uyg'urlarni, masalan, 300 million inson, 300 million odamniki hayotini, 300 million odamning hayotini nobud qilib ekan, 300 million insonlarningki turmushini, dinini, tilini vayron qilgan bir ig'ir gunoh ekan bolalar bu. Bu odatga ish emaskan bolalar. Bizning bir musulmon man bizning bir yaqin og'aynim bor edi, dindor. Islo og'aynim, men dindor emas, biroq meniki dindor islo og'aylarim bor, ishonchli og'aylarim bor. Menga so'zlab berdi buni. Bizning og'aymizning deyishicha, bu bak ig'ir gunoh ekan. Unisiga bu deydi, bu Qur'onda bor ekan, Qur'onni ochibdi Muhammad payg'ambar, bizning Muhammad payg'ambar alayhisalom Oysha onamizdan Oysha onamiz payg'ambarning ayoli bo'ldi. Oysha onamiz bilan bu Makkaga mangan vaqtda yarim yo'lda Oysha onamizniki bilaziga yo'lda chiqib qilib, bu Oysha onamiz bu bilazigini topib izlayman deb yo'lda chiqib qilib, oxirida bu yo'qolib ketib, nimaligida chiqib qolibdi, karmon yo'ldan chiqib qolibdi. Üzülüp qaptı. Şundan ahırda bunu şu peygamberinin karvanındaki akısından bir tüyücü varken çıkıp kalgan izlep taşırıp mağdığan. Şu adam bu Ayşe annemizini körüp kalıp, bu Ayşe annemizin bir yerde oturup çıkıp kalganını bir yerde oturup kalganını körüp buna tüyü besip şu Mekke'ye apırıp peygamberime tapşırdı. Peygamberim tapşırğandı ki, mına bizim dinler ağabeyimiz şu Kur'an'ı bir bağ dep sözlep beti hikayesini. Ben de Kur'an'ımızı okup bulamadım. Allah buyursa keyin ağabeyimizin Kur'an'ını okup koyman. Bizim ağabeyimiz dep bergen hikaye bu. Şunun bilen bu şu vaxtlarda münafıqlar varken bu münafıqlar ağır Ayşe annemizden bu tügücü adamlar çoğun bir tügüde minip bu yolda bizden burun diyen bir yol diyen bir ay işe yol yürüdü. Maç aygacha çoğun bu işte zina kıldı dep bular işte qarçatlaydı. Peygamberini o'ylab qolgan. Peygamber alayhissalom, Muhammed peygamber alayhissalomniki ayoli Oysha onamizniki u butun insonlarning onasi u. Shuning ustidan bular qarchaplaydi. Qarchaplagandan keyin buniga chiq odamlar buniga ba'zi buni ishonmaydi, ba'zi ishonadi. Hatto ba'zilari yarim yot ishonadi. Hatto buni aşağıdaki o'limalarning ba'zi jin o'limalar bor ekan, yarim yotda joy o'limalar bor ekan. Hatto shu o'limalarmi so'rinda mushun gapini qilishadi. Bola bilsa o'lma deganniki odatga ish emas bu. O'lma deganniki cho'qib dinida, fannida, meditsinada, astronomiyada hammasini bilimi bor. Bundan o'lma deymiz. Bu hozirgi zamonning o'lmalari o'zini o'lma deb atvagan bilan bu o'lmadan unda oson ish emas bolalar. O'lma deganniki xalqlar bilan urushmaydi, xalqlardan adovat saqlamaydi, xalqlardan deyishmaydi, xalqlarni tillamaydi bolalar. O'lma degan undaq oson odam emas. O'lmadiki undaq deganniki bir umr mangu ash to'xtamay o'g'nish qildi. Bular undaq o'lma degan bo'lmak unda asos yo'q. Shuning bilan ashtaq bo'lib oxirida ashta cho'ng so'rinlardi xalqlar ba'zi ishonmay, buni ba'zi ishinibdi. So'rinlardi bu ishlib so'rinlardi bu ishga debdi. Bizning ma og'ayni depagan hikoyasi endi ashtaq Qur'onni bor deb dedi. Men Qur'onni hamsini butunlay o'qib olamadim. Shundan oxiri Allohniki g'azabi tushib Rasululloh hatta mushuniki yerim ishonganlarnimi, hatta mushunaqa ishini mushunaqa moslashganlarnimi, mush gapda qatqanlarnimi shunlarni intayin og'ir jazolangan. Og'ir jazolabdi. Hatta ba'zilari bundaq emasdi, bu payg'ambarning ayoli tursa, bizning onamiz Oysha onamiz tursa, undaq qilmasdi deb qilibdi, buni to'smabdi bular. To'smaganlarni og'ir jazolangan bular. Bu bak og'ir gunoh ekan bizning og'inimiz deganda, bu og'ir gunoh deb bilmabdi ekanman, buning og'ir gunohligini. Bular xalqlarga qarchaplash, xalqlarni aldamchilik qilish, bular yolg'onchilik qilish, bular dahshat og'ir gunoh ekan bolalar. Bu odatga gunoh emas ekan, bu gunohni bir odam to'solmaydi ekan, bir odamning qo'lidan kelmaydi ekan, mayli qancha mashhurlab ketsin. Bu og'ir gunoh ekan bolalar. Bu butun bir millatningki bak taska buni bular to'smoq bolalar. Butun bir millat, butun bir jamiyat buni tang bir shu tarbiyalash kerak ekan, buni qarshi turgan bolalar. Onun üstüge bu düşmanlar, xainlar bunaq işten bək asan paylanıp gidiyor ekan. Bunu bütünlay vayron qilish, bütünlay tanıqlıq cəhətimi bütünlay mümkün ekan balalar bular. İntayin asan ekan vayron qilmoq balalar. Onun üstüge bu bütün milletni, bütün vatanni, bütün tuproqni, bütün dinni, tilini vayron qilgan gunoh ekan balalar. Bu odatki gunoh emas ekan.
Ahirda şunun bilan bu Rasulullohning shunday egri jazolaydi ekan bularni. Allohning shunday bularni g'azab qilgan, xaplaydi ekan. Nemishqa bu mishdan gapdan ishinidi, bundan gapdan tarqitidi. Payg'ambarning ayoli boshunda ishinganlar. Gap taqasam shuni ishinganlar qandoq deb oxirida bu insonlarning dötligini bizlar o'ylab bakinglar payg'ambarning ayolini gap qarchab tursa ishon yordamsiz bizning ustimizga gap tursa ishonmay qolamda bolalar. Menimi gap chapdigo iniqlar bor Oshta gap balla. Ahirda buni jazolaganda buni qoyinlarni shu vaqtning o'zida bo'g'izib o'tgan. Bu qoyinlarning ig'ir gunosi bak ig'ir ekan balla. Ahirda bu gunohga buning ahirda 80 daqiqa shu vaqtlardagi eng musulmonlarning fizik jihatda jazolagan eng ig'ir jazoniki eng yuqori nomisi 80 darra urdi ekan. Shu 80 darra ekan. U vaqtga 80 darra deganimiz balla. U vaqt odamlarning kuchli odam, yomon odamlar bor u yerda o'tiradi. Unda hozirda ojiz emas. Şu vaqtdagi 80 dara hozirgi ahvolda binodan 80 qatim yer tashlasimi, undan ig'ir og'riydigan ashunday bir ig'ir bir jazo o'xshaydi bu. Shu ashunday gap balla bu ig'ir gunoh ekan balla biz Uyg'urlar biz bundan bunda Uyg'urda bunda ahla bak ig'ir bizning mush kuni qilishimizmi balki mushu sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Biz Uyg'urlar men 53 yosh kirdim. 53 yosh hayotimda bir Uyg'urniki bir xoinni aduni bergan bir xoinniki zodi joylayotgan bir anglab baxmadim. Uyg'urlar xoinlarni joylig'ini yo'q. Xoinlar bilan restoranda bir tamoq yeb, xoinlar bilan birga restoranda kavop yeb, ular bilan bir chaqchaq qilishib, birga futbol o'ynab, birga basketbol o'ynab, xoinlar bilan birga qo'shal qo'ram yashayotganlarimiz ko'p bolalar bizniki. Bu ig'ir gunoh ekan bolalar bu. Buni bizning og'inimizning deyishicha dindar ağabeyimizin deyişçe bir ömür ibadet kılıp bunu jüp olmaydı. Bu hakikaten er günahken balla. Bu milletini, vatanını, toprağını, din, tilini veren günahken balla bu. Herkesimi bilip bilmey balla hainler bilen bir top oynapsan bana, hainler bilen bile aşkana berip tamak yapsan bana, hainler bilen çakçak yapsan bana, hainler bilen kayıp yapsan bana, hainlerin edin birinler balla. Biz balımızın kişi bizim dağıtıp yaşlı da terbiyelerini balla. Ondan keyin xoinlar müştaq biz odamchilik qilsa, biz Uyg'urlarning Uyg'ur olimlarimiz bilamdi, Uyg'ur siyosatchilarimiz bilamdi yoki Uyg'ur paylash bilamdi, Uyg'ur qahramon Uyg'ur qizlarini, vijdonli Uyg'ur qizlarini ustidan gap taqasa, qarchaplasa, uning ishonmanglar bolalar. Bak ergunaka ish bo'lmag'i danglar. Sen nima maqsading va boshqalarningki bu boshqalarning shaxsiy turmushini bu yerda sazoyi qilishniki, boshqalarningki qarchaplab uning inovatga tushishga maqsading nima deb so'rasanglar aniq biladi bu tushunadi bu tasavvur buncha emas bolalar boshqalarning yomon gapini qilgan boshqalarning sazoyi qilgan boshqalarning shaxs turmushini yoqqan cho'qim yaxshi emas bolalar hatto bolalar ba'zi xoinlarniki haddidan eshib xitoyniki Jovlijan bayonotchisi bor tashqi bayonotchisi Jovlijan Huachunyi degan bilan dunyo Uyg'ur qultini tillayotganlar bolalar Dünya Uyghur qultini balla. Hatta Aşuqtani Jovlijan tilavatadigo, Xochuni tilavatadigo. Dünya Uyghur qultini. Dünya Uyghur qultini nuqsonlar bor, sendan bor, mendan bor, onun nuqson deganiki. Dünya Uyghur qultini ichida bir mincha xoinlar bor, Dünya Uyghur qultini inovni tushirayotgan, ishni aqtirmayotgan. Ashundaq Dünya Uyghur qultini Jovlijan Xochuni bilan tang balla. Bazı xoinlar ochiq oshkora haddidan eshib, hatto o'zining chiroyi bilan, o'zining nomi bilan, o'zining ismi bilan Facebookda, WhatsAppda, balla shu Facebook, WhatsAppda, ashunda taratqularda, Twitterlarda o'z shu yurgini qapta qilib, shu dunyo Uyg'ur qultini tillayotdi, dunyoning Uyg'urlarning rayonlarini tillayotdi, Uyg'ur olimlarini qusib izlayotdi. Ochiq oshkora yurib dabta qilibdi, yurgini dabta qilib ko'zini tillayotdi, ularni qusur izlayotdi. Hatta dünya Uyghur qulturiga qarshi imzo to'playotdi bolalar. Moshundaq bundan ortiq ish bilamda Jovlijan bilan Xitoyning tashqi bayonotchisi Jovlijan Xochunyi bilan tang masalan moslashib dunyo Uyghur qultini tillayotsa ochiq oshkor o'z nomi bilan, o'z ismi bilan, o'ziniki rasmi bilan chiqib o'sha tariqada tillayotsa haqlar. Chunki bular dot emasga bular. Allah'ın namı setib turib, İslamның çapını kiyib turib, Peygamberning idiq setib turib, ishonchga erishib olib, masjidga pul to'plab turib, xalqlarning ishonchiga erishib turib, ondan keyin ashta tillaydigan bolalar.
Bütün Uyg'urlar aşının egişdi ekan. Bütün aş Uyg'urlar olimlariniki, siyosatchilarniki, paylaşlarniki gaplarini aş dinni taqab turib, qilgandan keyin rost demisimi onu dinnigan bayaq deganda ikki pichoq balla uni qanda desa dinnidan bularni qarshi taqib buni gunoh taqib bo'ladi. O'ng desin mayli, so'l desin mayli dinni taqabla shu bir yerdan putoq chiqarib buni Allohga qarshi turdi. Allohdan qo'rqmadi. U bu deb qandiki butun ba'zi dot Uyg'urlarning hammasi voy to'g'ri deb ashush xoinning og'zi agishib bizning Uyg'ur qahramonlarini, Uyg'ur olimlarini, Uyg'ur siyosatchilarini tillayotdi. Ashuna agishib Eg'ir gunoh balla. Sizlar bu gunohingdan bak eg'ir gunoh balla. Bu gunoh eg'irlikda sizlar biz bir ömür ibodat qilib buni balla. Buni gunohini biz tugutamaydiganmiz, yo'qtamaydiganmiz balla. Bak eg'ir gunoh ekan bildinglar. Bu gunohning eg'irligini odatga balla bir odam to'sanmaydi ekan, butun millatni to'sadi, taktasga to'smoq balla bu bak eg'ir gunoh ekan, bu buni butun vatanni, millatni, tilimizni, dinimizni vayron qilib oson vayron qiladigan bir gunoh ekan balla. Bu gunohni hargiz qilmanglar balla. Bundan keyin xoinlarning adini biringlar, buni ergashmanglar. Islom chapini kiyib turib, ishonchga erishsa, bular diqqat qilinglar balla. Bular Xitoy tarbiyaga odamlari ishonchga erishib turib, anaga mishda Uyg'urlar odamlarning oqsidan palani kafir, palan andi deb manda qilgan gaplarni butunlay dinni taqab turib, ashda kafir desa, voy ras, Allohdan qo'rqmadi, ras. Budan kafir, Allohdan qo'rqdi, tangtilish bermay balla. Bu eg'ir gunoh balla, bir umr yamaysizlar balla. Ashda tilab oxirida buni Uyg'urlarga Xitoy setib balla. Bularning boshqamiz qolmadi, shu Allohni payg'ambarimni gap qilib turib, ishonchga erishmasa boshqa ishonchga erishamaydi bular. Mesela İslam kiyip durup bular ashta qilmasa bularni hozir bular tasdiq qildi bular tasdiq qilib turib bular tasdiq qildi bular. Bu gunohni bular diqqat qilinglar bular. Yaxshi islom olimlarimiz bor. Dindorlarimiz bor. Unoqlarmi ko'p. Biroq islom chapini kiyayotgan xoinlarmi ko'p. Xoinlarning ko'pincha islom chapini kirib turib, chunki bular boshqasidan bular ishonmaydi, boshqasini desa. Mushundan boshqa bular ishonmaysizlar. Mushunga islom chapini kiyib turib bular ashundaq Uyg'ur olimlarini ashundaq gap tepib bular ashundaq Uyg'ur olimlarini yolg'iz qo'yib oxiri undaq qilsa oxiri millat vayron bo'ldi bular. Amerikadagi odamlar Amerika tanklanmasa biz Uyg'urlar qana tanklaymiz bunga bular. Shunga diqqat qilaylik. Kechiringlar gaplar o'ynab ketdi. Oxirida yana bir degan gap nima deganda biz Uyg'urlar bolalarni yoshlidan tortib, kichikdan tortib hozirdan boshlab bolalarni savol qo'yish o'rgataylik. Nima uchun deganda 1000 men kechaplar qo'yaman men bir maqolada bor u 1837-yildan boshlab Angliyada butun armiya orasida jamiyat orasida bu aql ambiri savol ambiri quribdi. Bilib atalan bolalar 1837-yildan boshlab musulmonlar biz besvas qanday qilish kerak? Bular qanday qildi? Agar dushmanlar bizni besib kirsa, bizni agarda sizlar uni chekinsanglar, natija qanday bo'ldi? Natija ya'ni butun urushda yengildimi? Shu oxirida dushmanlar butun onamizni, bolamizni, ayolimizni daftarni qildi. Shunga qattiq chekinmaslik kerak. Chekinishning javobi nima deb ashundaq bir muncha savollarni qo'yib, ashundaq shu 1837-yildan boshlab butun askarlarni hammasini tang savol qo'yg'izib, savolni tang javob topqizib, jamiyatlar insonlarni bizning Uyg'ur nima deymiz uni? Har bir yeza, kentlarga ashtaqni tashkillab bular ashta savol ambiri qo'yg'izib, aql ambiri qo'yg'izib, bularni ashni qatnash qo'yg'izib, javobini topqizib, oxiri hammasi qatnashqandik, hammasi ishni biladigan. Ashta qilib bular ashna javob so'rab oxirida 1837-yildan boshlab butun musulmon davlatiga bularni o'ziniki ishni xoinlarni avatib, butun musulmon davlatlarini savol qo'ymaslikni qo'ygan gap bular. Bildanmi bular dahshat vahshiyligidan. O'zining odamlariga butun savol ambiri armiya orasida aql ambirini qo'yg'izib, butun musulmon davlatlarga o'zining xoinlarini avatib, musulmon davlatlarini qat'iy savol qo'ymaslikni, savol qo'ymas cheklashni, savol qo'yish cheklashni bularni yo'l qo'ygan gap, plan tuzgan gap. Bu xoinlar oxirida ba'zilari imomlarimiz bor, uni tigamay oxirida pul amroq imomlarni bularni maxfiy pullarib, bularni uyutib, shundaq tilini tat, savol qo'yganiga tilini tat, shak keltirding, tilini kesinman, uni qilman, bu qilman deb ashundaq butun
1837 yildan boshlab bütün musulmonlarni savol qo'yishdan cheklagan gap. Hatto bizning musulmon Uyg'ur olimlarimizni matematika deymiz, tibbiy deymiz, astronomiya deymiz, astronomiya olimlarimizni ashlan bundan gaplaridan-chi bular bizlarga dinimiz ikki bisliq pichoq. Ashlarni dinimiz ashlarni bular gaplaridan Allohni qo'rqdi, Alloh shakl turdi deganga banani qiliblar. Dildan gap har qanday gap bilan ish qilib ashni dunyoga taqablar. Buni putoq izlab oxir haqlarni agashtirib bularni nachun uyga o't qo'yayotganlar bor. Uyg'urlardan bundaq Qashqarda bizlarga Appa xo'janiki bolalar, Appa xo'janiki 30 pichoqchisi bor ekan, 30 pichoqchi. Bular maxsus Uyg'ur maktab ochgan yoki bo'lmasa Uyg'ur ziyolilarini shu bu Alloh shakl turdi deb buni gaplarini qusur izlablar. Shu ikki pichoq bo'lgandan keyin mayli qanday gapni desa, ashlarning gapini bilan Alloh shakl turdi, Allohni qo'rqmadi, Alloh deb deblar shu uyga berib, bularni uyga o't qo'yayotgan, yo bularni bo'g'izayotgan pichoqchi bor, yarim kishilar bo'g'izdi ekan. Appa xo'janiki 30 pichoqchisi bor ekan, 30 dona pichoqchisi. Yer shunda qavlgul ekan, vahshigul ekan. Bugular shu Uyg'urlarning shu muhim odamlarini bo'g'izlab atdi ekan. Qadim zaman boshlablar. Uyg'urlarni boshda yo'l qo'ygan ekan. Uyg'urlarni bag'u tilini tat. Tilini kesiman. Uning palon shakl turdi, uning shakl turdi, buning shakl turdi deb butun suol qo'shni yo'q deb atdi bolalar. Suol qo'shni yo'qotgandan keyin tugash degan gap bolalar. Shu bolalar bundan keyin esilni bo'lsin. Masalan, idorada xizmat bo'lib qolsanglar, hargizmi faqat birasi sizdan savol so'rab qolsa, hargizmi faqat va faqat bilmayman deb sanmanglar. Birasi idorada masalan idorada mayli injener bo'linglar yoki boshqa bir kompyuter injener bo'linglar bolalar. Idorada sizlar ish xizmat qilsanglar, bir ishni xizmatni bolalar 20 yil 30 yil takror qilsizlar. Idoraning ishi murakkab ish emas bu. Takror qiladigan ish bu. Faqat projekt o'xshamaydi, uning ideyasi, bilimi o'xshaydi. Shunga idorada mayli yog'ochchimi, hatto yog'ochchimi, sirchimi bir narsa ma'ni bilamiz deb so'rab qolsa, hargizmi faqat va faqat bilmayman deb sanmanglar bolalar. Cho'qim ashni bilmasanglar, to'xtabdi, men oldirashdi, men bir satib javob beray deb, darhol Google'ni izlab, Google'ning javobini topib, yoki bo'lmasa idorada boshqa odamlar bor, 20 yil, 30 yil ish qilib qolgan. Ashni bir tamoq yeman qilib, ashni javobini topib, ashlarga uyutinglar. Dindorlarga, dindoshlarga, qarindoshlarga uyutinglar bolalar, Qur'onda bor bu. Bilgininglar ashlarga aymay uyutinglar. Ondan keyin bu xizmatga kelganda bolalar bir savol so'rab qolsa, qat'iy faqat va faqat bilmayman demanglar. Cho'qim ashning javobini topib, ashlar uyutinglar. Agar javob bilmasanglar, bayqa deganda uyutinglar. Agar yana qat javob bilmasanglar va kechirganingizda o'ltirib qoldim, 2 kunlik javob beray deb, shu sohasida Uyg'ur cho'ng olimlarimiz bor, yomonlarimiz bor. Ashlar kuchur yo'llab, shuni javobini topib, Uyg'urning olimlari bilan do'st bo'linglar. Hargizmi ularni kuzgilmaydigan xaynlar bilan birga qarşatma adamlar billah Uyghur ağrını közülmeydiğin qışını qılmağınlar. Aşqatıdı balla. Aşqatıqını uşular. Aşlarının sualını sorulub, ondan keyin cavabını biringlar. Bular bu mangus aşqatıdı balla. Manguslarning buni shu yaxshi xizmatda bilan yaxshi ishlamada ishlayolmaydi balla. Kunda kallanlar 24 soat kallanlar butun hujayra ishlatib 24 soat yaxshi ishlamaysizlar balla. Undan oson emas. Shuning uchun shu butun shu idoradagi boshqalar savol so'rasa, qat'iy bilmayman demay, faqat va faqat bilmayman demay, bilsanglar, YouTube'inglar, shu hozir shu vaqtni yaxshi tushuntiringlar, tushunmasa yana tushuntiringlar. Xitoyda boshqa odamlar bo'lib qolsa, chunki ma'lum yana mangu ma'lum u. Agarda bilmay qolsanglar, chandurmayman, biz aldirashdayman, biladim, aldirashdim sen biz azar ishni tugatib, men qo'limni ishni tugatib, ondan so'ng dapray deb, uni Google'ni aqtirib, YouTube'ni aqtirib, bilmaganlar pishqadamlardan so'rab yurib, mehmon qilib yurib, pul berib yurib, bo'lsa uyinib, ashlar uyutinglar bolalar. Savol so'rashni qat'iy qo'llamanglar bolalar. Biroq buni savol ambiri, aql ambiri deganni 1837-yildan boshlab Angliya yo'l qo'yib, shu 1839-yildan boshlabmi, 1839-yildan boshlab 2 yildan keyin butun musulmon davlatlarida savol so'rashni butunlay cheklagan. Hozir oxirida mushkulni qoldik biz. Oxirida hozir Angliya deymiz, Amerika deymiz, hozirdan bular aql ambiri deb ambir deb bular aql ambiri deb har kuni qiladi. Shu aql ambiriga asosan kelgusida Xitoy 30 yillik eshib ketsa qanday qilamiz? Yani aslında suallarni qo'yib Iranni agar Iranni yadro qurol qilib qolsa bizga xirs bosqanda qilamiz.
North Koreya bularniki yadrosi bizning Amerikaga yetib qolsa qanday qilamiz deganlar shu bularni shu savolni ashlarni qo'yib turib, shularni javob topgan holda bular Amerika kelgusi 30 yillik, 20 yillik, 50 yillik plan tuzaydi bolalar. Unisiga buni eng oddiysi bular odat turmushda odatda jamiyatdami ashda qatnashgan odamlar bakcha undaq bo'lgandan keyin Amerikada ahvol jamiyatga qarasanglar, bir noyat jamiyatga ilg'or odamlar ilg'or plan tuzumlari bir xil jamiyatga mos keladigan noyat yaxshi bir tuzum bor bularniki. Masalan, mashinada Amerikada, masalan bizning Kanadada, masalan mashina tez haydaydigan bo'lsanglar, azdan bir hamda yuqori satih yo'lda mashina haydashning o'lchami 100 bo'lgan bo'lsa, butun odamning hammasi 120 ga chiqqan bo'lsa, sizlar cho'qim 120 mashina 120 da haydashinglar kerak. Bularning qonuni shundaq emniyatga uyg'un. Agarda taş yo'ldagi mashina haydash o'lchami, sur'atining o'lchami 100 dan oshib ketmasi kerak. Biroq shu taş yo'lda, shu yuqori sur'atli taş yo'lda butun odamning hammasi oshib ketib, hammasi 120 ni mangsa, sizlar 120 ni mangsanlar, saqchi sizlarni tutadi. Sizlarga fakan qo'ydi. Nima uchun? Qonunda aslida bir gap bor. Cho'qim shu cho'ng eqini qarab menish kerak deb bor. Sizlar osaydisanlar vaqa chiqdi. Hammadan ishlaydi bo'lsa, sizlar osaydisanlar bu vaqa chiqdi. Şuna gerçi kanunda 100'ünü aşması gerek diyen bolsa-mı, hamma adam eşip kesse 120 kesse siz çokum 120 miniş gerek. 100'de mansın sizin tutudu. Sizge paken koydu. Man çanılarma bular kadar aşındaq nimelerni akıl ambrlarını, sual ambrlarını koyup bütün xalarını qilgandan keyin bularning jamiyatdagi qonunlarimi, jamiyatdagi nimalarimi hammasi emniyatga uyg'un, shunda xalqqa foydali ashundaq bir qonunlar tuzmoqni bolalar. Bizning musulmonlarning butunlay qarshi jamiyatga taraqqigan ilqidak nima deymiz? Xuroflikni yoqlaydigan, radikallikni tashabbus qiladigan bir xil jamiyat osilib qoldi bolalar. Shunga mana diqqat qilinglar. Shu gap boshqa maqsadmi emas. Shu mushuni boyiq Trumpniki 2 tal NFT'si bilan olaman deb men shu ishlarni yo'l qo'yib oxirida sizlarga bir o'rtoqlashay deb shuni dedim. Keçirilən ballar, mənim keçirilən mən tez sözləyən tez işitdik sözləydigan micazım var, mən onu özgərtəmədim, az sözləyən deymən. Biroq yana shu ashdan ketib qoldi ekan, men o'zimni kontrol qila olmaydi ekanman ballar. Agar tez sözləb salsam, keçirilən, to'g'ri tushuninglar. Vaqtini evatgan bo'lsam, keçirilən ballar. Müstəsəl vaqt chiqroq sözləb saldım. Bo'ladi. Ma'qulamsa, xo'sh, Allohga omonat.